Yozgi kanikulda bolajonlarimiz uchun fistashkali sinabon tayyorlaymiz. Sutimizga bir qoshiq fistashka pastasidan solib, ketma-ketlida margarin, shakar, dro'jja solamiz. Aralashtirib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Uni ozgina tindirib qo'yamiz. Xamirimiz ozgina tingandan keyin uni ochib, ichiga maydalangan fistashkalarimizni solamiz. Yana xamir holatiga keltirib, yaxshilab oshirishga olib qo'yamiz. Xamirimiz oshguncha ichiga nachinkasini tayyorlab olamiz. Yumshab turgan sariyog'ga shakar, koritsa solib, bir xil massa bo'lguncha aralashtirib qo'yamiz. Xamirimiz yaxshilab oshgandan keyin uni to'g'ri burchak shaklida yoyib olamiz. Ichiga tayyor nachinkamizni yaxshilab surtib chiqamiz va bir xil shaklda dumaloq qilib o'rab olamiz. O'ralgan xamirni pichoq yoki ip yordamida kesib, listlarga taxlab, uni yana 15 daqiqa oshirishga qo'yamiz va qizigan duxovkada 20-25 daqiqada pishirib olamiz. Issiqni bo'lchkalarimizni moloko va fistashkalar bilan bezatib olamiz. Juda ham mazali sinabonlarimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha.